kam ushlaysizlar. Mana kam ushlaysizlar. Ko'chat akkuratni anonga chelakka solasizlar. Tushunlaringmi? Misol uchun oldilaring bir siqim akkuratni solasizlar, bu ko'chat bu nafis narsa bo'ladi. Ko'chat nafis narsa bo'ladi. Mana qarang. Ko'chat qaranglar. Sal qaltis harakat bo'lsa sinib ketadi. Tushundingiz-a? O'shaning uchun chelakka solguncha ham shoshmasdan, kim misol uchun bitta para deylik bugun 2000 ta ekadigan bo'lsa, bizga 2000 ta bema'ni emas, 1500 ta ma'nili ekilsin. Sifatli, kачество eng birinchi navbatga kачество kerak. Tushunlaringmi? 1,5 ming ta ekinglar. Bu odam ertaga misol uchun shuncha pul tikyapti, ertaga ham ishchilarga pul tikaveradi. O'shaning uchun 30, 20, 25 ham bo'ladi deylik. Deylik 15 ham bo'ladi. Sizni misol uchun hozir har bitta erkak, bitta ayol kishi bo'linib olamiz. Shular bitta para hisoblanadi. Bitta erkaklarning vazifasi sizga chuqurni qilib beradi. Sizni vazifangiz ko'chatni to'g'ri ekasiz. Tushundingizmi? To'g'ri ekishga siz javobgarsiz. Endi men to'g'ri ekishni ko'rsataman. Deylik, mana hozir chuqur qildi-ya. Ko'chatni mana bunday qilib ko'chat taylab yubormaysiz. O'zini normasini ushlaysiz 1 sm. Mana lo'm kurugli qilgan-ku. Kurugli qilgan. O'shani ko'chatni qo'yib yubormasdan mana tuproq bilan havosini qarang. Ko'ryapsizlar, sizlar? Ayollar. Mana ko'chatni atrofini, mag'zini tuproqqa to'ldirasizlar, havo qolmasin. Tushunlaring mana. Mana havo qolmagandan keyin mana bir bosib qo'yasizlar, yopasizlar. Tamom. Endi qarang. Po'pagi chiqib qolmadi, to'g'rimi? Po'pagi ko'rinmadi. Xuddi mana shunday ekilsin. Tushunlaring? Xuddi mana shunday. Ikkinchisi, endi qarang, aralig'i 20 sm, 25 sm. Mana bir qarish mana shunday yaqin ketaveradi. Tushundingizmi? Ana shunday. Mana bu kishi sizga erkaklar teshikcha qilib beradi. Sizlar endi qarang. Ba'zi bir teshik misol uchun kichkina bo'ladi-ku. Erinmasdan ko'chatni olib, paraga aytasiz, yaxshilab chuqurroq qilib berdingiz. Davay, chuqurroq qiling. Bo'ldi mana. Mana ko'rdingiz-a? Mana atrofini mana tuprog'ini kirgizib, teshikchaning ichidagi havoni chiqarasiz, keyin ekasiz. Agar teshikchaning ichida havo qoladigan bo'lsa, ertaga suv sizib kirib, keyin muzlab bu ko'chat rasvo bo'ladi. Tushunlaringmi? Davay. Birinchi hozir hamma bitta gradkadan bo'linib para bo'lsin. Surilinglar, o'tinglar. Keling mana bu yerga. Bitta ayol, bitta erkak kelsin mana bu yerga. Sizlar ikkovlaringga chelak bormi? Bo'ldi. Mana yerga kelsin bitta erkak, bitta ayol. Qolgani o'tsin bu yoqqa. Bu yoqqa o'ting. Ya, ekaversin. Ha, hozir endi bu yerda bunda hozir mana bir Begzod aka qo'li kelishib ketsin deb shunday qildim-da.